Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana men sizlarga bugun Telegramni qanday qilib boshqa odamning telefonidagi Telegramni o'zimizga ulab olishni o'rgataman. Buning uchun videomizni diqqat bilan e'tibor berib ko'rishlaringni iltimos qilaman. Avvalo bizga hozir kerak bo'ladigan narsa o'zimizning Telegramimiz. Keyin bitta narsani tushunganlarda boshqa Telegramga ulanish uchun nariga telefon bizni qo'limizda bo'lishi kerak. O'sha telefonga kirib, tasavvur qiling, o'sha telefon turibdi qo'limizda kirib, mana shu yerda mana bu maxfiylik va xavfsizlik degan mana Telegramga kirdik. Sozlamalarni bosdik. Sozlamalarni bosgandan keyin maxfiylik va xavfsizlikni bosamiz. Ikki bosqichda tekshiruvni bosib, mana shu joyga parolini terib, shu yerga emailni bog'lab olishingizga, o'zingizning emailingizni bog'lab olishingiz kerak bo'ladi shu yerda. Ana shu yerda o'zingizning emailingizni bog'lab olsangiz, telefon nomeri shart emas, faqat emailga keladigan bo'ladi kodlar. Shuni yaxshilab tushunib olsangiz, hammasi xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Keyin o'sha yerda shu Gmailni kiritib bo'lganingizdan keyin o'sha egasiga qaytib beraverasiz. Keyin o'zingiz uyingizga kelganingizdan keyin o'sha Gmailni kiritsangiz, o'sha Gmailingizga kod keladi. Shu kodni kiritsangiz, demak shu yerga kirib uni akkauntiga kirishingiz mumkin bo'lar ekan. O'sha telefonda bir narsa qilib, o'sha o'zingiz Gmailingizni biriktirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Tushuntiraldimi? Mana shu yerda maxfiylik va xavfsizlik, ikki bosqichda tekshiruv, kirishni kod bilan qulflashlarga tegmaymiz, faqat ikki bosqichda tekshiruvga kirib, mana shu yerda shu Gmailni kiritishingiz to'g'ri keladi. Bo'ldi shunda. Gmailingizni kiritib biriktirib qo'ysangiz, o'zingiz sekin bu tomondan uni boshqarishingiz mumkin bo'ladi. Agar savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Agar videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish tugmasini bosishni unutmang. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.